Oho, bu yomon qizib ketdi borini baqsam ekan. Voy jo'qa, senga pochta bor. Qanaqa pochta? Men pochta zakaz qilmagandim u. Bilmayman, seni nomingga kelgan xullas. Mayli, beringchi, nima bor ekan ichida? Bilmayman, ko'rganim yo'q. Xullas, mana nima borligini o'zing ko'rib olasan, men ketdim. Lekin men hech narsa zakaz qilmagandim, brat. Bilmayman, seni isming yozilgan ekan. Mayli, unda rahmat. Meniki bo'lmasa ham. Bo'pti. Agar seniki bo'lmagan narsa chiqsa ichidan qaytarib bor. Mayli bo'pti. Nima bor ekan buning ichida? Men hech qanaqa narsa zakaz qilmagandim, lekin bularni o'zidan o'zi menga buyurtma olib kelib bergan. Balki boshqa kishinikidir. Shunga men ham hayronman, kimnikigina, seniki emasmi mabodo? Yo'q, meniki emas, men hech narsa zakaz qila olmayman. Nima zakaz qila olmaysan? Pulim yo'q. Puling yo'qmi? Bo'pti. Senga o'zi bilmayman, kim narsa olib kelib berardi, o'zi puling bo'lmasa senga hech narsa olib kelib bermaydi. Buyurtma zakaz qilish uchun pul topish kerak. Bo'mich. Pul yo'q-da. Pul topish uchun ishlash kerak. Bo'mich. Bo'mich emasman. Bo'michsan. Bo'pti, qarochi. Buning ichida nima bor ekan? Ochib ko'rish kerak-da buni. Tak, ochilmayaptimi? Tushunmadim. Eshigi bu tomonda ekan. Tak, qani bu tomondagi eshik ham ochilmadi. Mayli, bu tomon ham ochilishi mumkin. Bu tomon ham ochilmadi. Bu tomon. Nima bo'lganmi? Oy, menga qara, voy jetel. Qara bor. Hoy, menga qara deyapman. Sen kibrmisan nima? Qaramaysan. It tartib tashyapti-yu. Menga qara, men u yashni toshni bilmaysanmi? Kimsan sen? Menga nima qarayapsan? Sen menga qara, asabimga tegma. Urib o'ldirib qo'yaman yana. Men ochni bilmaysan deyapman. Yo'q, bilmayman. Men bilmaganim yoshligimdan bilmaganman. Hozir ham bilmayman. Katta bo'lsam ham bilmayman. Sen hali kichkinamisan? Men bor yo'g'i 12 yoshman. Детский понятки ekansan-ku, nima gavdan katta seni? Onam meni shunday katta tug'gan. Yaxshi. Rohatini men ko'rmayman. Sen urib o'ldirib qo'yishi mumkin. Tushunyapsanmi? Nima deganimni o'zim tushunmadim ham mayli. Birinchi buni ichkari kiritib qo'yayinchi. Tushunmadim. Baribir ochib bo'lmayapti. Ichkarida tura qolsin. Mana shu yerga qo'yib qo'ymanmi xullas. Ochib bo'lmadi baribir. Hozir xotinimdan so'ray, balki xotinim zakaz qilgandir. Hoy xotin, sen narsa zakaz qilmaganmiding? Men nomga katta yaxshi kelgan. Nimaligini bilmayman, ochib bo'lmayapti. Yo'q, sizdan so'ramay hech narsa zakaz qilmayman-ku. Aniq hech narsa zakaz qilgani yo'qmi? Yo'q, nimadir kerak bo'lib qolsa sizga aytaman-ku doim. Bilaman, aldamaysan. Bo'pti, unda hozir men qishloqdagilardan so'rab kelay, birortasi men nomga nimadir zakaz qilib qo'ygan bo'lsa, asabimni buzgani uchun yaxshigina gapirib kelaman. Janob merga aytib beraman, bilmayman, xullas o'ylab ko'raman. Bor so'rab kelish kerak. Aniq sen zakaz qilmagansan-a? Aytdim, pulim yo'q deb. Pul topish uchun bilaman, ishlash kerak, lekin bo'mich emasman. Bilsang ko'chaga chiqib ishla. Bu yoqda men qorovulligimni qilmasdan. O'sha 2 jetel bor, ertalabdan kechgacha meni uyimda olib turadi. Bilmayman nima shunaqa qilishadi, hayronman. Balki do'konchi men nomimga narsa zakaz qilgandir. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Kejoxa. Keldim. Mabodo siz men nomimga narsa zakaz qilmaganmidingiz? Qanaqa narsa? Bilmayman, bitta yashik kelgan men nomimga, lekin men zakaz qilmagandim. Yo'q, men nima qilaman sen nomingga zakaz qilib? Bo'pti, mayli unda. Kimdan so'rasam ekan? Kimdan so'rashni ham odam bilmaydi. Bor. Jetel men nomimga narsa zakaz qilmaganmiding? Yo'q, sen nomingga zakaz qilib nima qilaman? O'zingning nomingga ayt. O'zimning nomimga zakaz qilganman, kelmayapti. Nima narsa zakaz qilgansan? Derazam singan, oyna zakaz qilganman. To'g'rirog'i derazam eskirgan, yangi deraza zakaz qilganman. Tushunarli. Unda o'zingning nomingga aniq. O'zimning nomimga. Nimaga unda men nomimga narsa kelyapti? O'zingga kelgandir-da, o'zingning nomingga bo'lsa. Shunaqadir, bilmadim. Xullas hozir aniqlashtiraman. Nima qilsam? Tursunxon? Nima qilib o'tiribsan bu yerda? Xotinim ko'rib qolmasa, men xotinimni yasnab o'tiribman. Sen hali xotiningdan qo'rqasanmi? Qo'rqmasam ham bo'lmaydi-da, bo'lmasa uradi meni. Qo'rqma, urmaydi. Nima uchun bu yerda o'tiribsan? Xullas, ko'taga non olib kelib tiqatib borgandi. Suv desang, pulim yo'qolib qoldi. Puling yo'qolib qoldimi? Keyin nima bo'ldi? Pulim bo'lmagandan keyin uyga qanday non olib boraman? Non olib bormasam meni uradi. Qo'rqma. Seni urmaydi. Chunki uyga borma sen. Uyga borsang, tamom, keyin seni qaytib ko'rmasligimiz mumkin. O'santin, iltimos yordam ber. Qanday yordam berishim mumkin? Puling bo'lsa pul berib tur, non olib olay. Yo'q, lekin pulim yo'q. Obbo, gadoymisan? Sen shu gapni menga aytibsan. O'zing nima, gadoy emasmisan? Men gadoy emasdim, pulim bor edi oldinroq. O'zan yo'qotib qo'ydim-da. Shu yo'qotib qo'yishingdan oldin gadoy emasding, endi gadaysan. Obbo, mayli, sendan saqmaydi bir amallarman. Sen o'zing nima qilib yuribsan? Aytgancha mening nomimga bitta zakaz kelgan pochta. O'shani sen mening nomimdan zakaz qilmaganmiding? Yo'q, sen nomingdan narsa zakaz qilib nima qilaman?
Ha, yaxshi. Agar zakat qilganingda borib basharingga qo'yib yuborardim. O'zdan ham sendan qo'rqaman-ku, o'zdan zakat qilganim yo'q. Ha, mayli unda, ehtiyot bu xotinni ko'rib qolsam aytaman. Nimani aytasan? Aytaman, sen turgan joyingda keladi, olib ketadi. Yo, iltimos, aytma, iltimos. Ha, bo'pti, aytmasligim uchun meni bir kun ishimni qilib berasan. Qanaqasini qilib berasam kerak? Любой farqi yo'q. Ha, bo'pti, qilib beraman, mayli. Faqat xotinimga aytma, iltimos. Mayli, aytmayman. Oy, xotinimdan shunchalik ham qo'rqadi boru. Oy, eslayapman gapingni, qo'rqaman. Ya'ni nima qilib qo'rqsam? Ha, to'g'ri. Qo'rqmasang bo'lmaydi. Xotin ham yomon uradi boru. Ha, mayli, balki mana bu kofechi brat, ya'ni oshpaz brat zakaz qilgandir men nomimdan, eshiklarini, derazalarini men ochib qo'ygandim. Hali ham qaytarib yopmabdi. Ha, mayli. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom. Ha, Jo'xa, qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. O'zingizam yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Ha, chotki. Sen anchagina yordam berding boru oshpazlik qilib. Ha, endi yordam bermasam ham bo'lmasdi-da. Nima xizmat? Nimaga kelding? Biror narsa beraymi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Shunchaki siz men nomimdan hech qanaqa narsa zakaz qilmaganmidingiz? Yo'q, hech qanaqa narsa zakaz qilganim yo'q. O'zimning nomimga narsa zakaz qilganman. Qanaqa narsa? Steak qilish uchun go'sht zakaz qilganman, lekin hali ham kelmadi. Ha, tushunarli. Ana jitelar nimadir zakaz qilgan ekan, u ham kelmabdi. Nimaga senikini oldin olib kelishdi-unda? U meniki emas, men nomimga zakaz qilingan. Ha, tushunarli. Yangi siz zakaz qilmaganmidingiz? Yo'q, men qilganim yo'q. Ha, yaxshi. Nima siz ovozingiz g'alati chiqdi? Tomog'im og'rigan. Ha, tomoqlari og'ribdi. Davolatsiz bo'lmaydimi? Davolatmayaptilar-da. Davlating, brat? Ha, davlataman. Hozir o'z shifoxonadan keldik-ku. Ha, to'g'ri. Bo'pti, unda yaxshi o'tiringlar. Baxtli bu yangilik yo'q, brat? Qayerda yangilik bo'ladi? Hali senda yangilik yo'q, menga yangilik bo'lsinmi? Ha, to'g'ri aytasiz bir tomondan, lekin menga hali yangilik bo'lmaydi-da. Hali bir yo'g'i 3 oymi 4 oy bo'ldi-yu. Ha, to'g'ri. Menga hali 1-2 kun bo'ldi. So'ra endi, bo'ldi, boshqa gaping yo'qmi? Asabni buzyapsan. Qo'rqmang, asab buzilma. Sizga bir marta men so'raganman, shuncha mendan hamma jitel so'rab chiqdi, yangilik bo'ldimi yo yangilik bo'ldimi deb. Ha, demak menga endi sabr bersin ekanda. Ha, shunaqa. Bo'pti unda, janob, men ketdim. Ha, mayli, Jo'xa. Aha, mayli. Tak, endi kimdan so'rasam ekan? O'zi hech kim qolmadi ham so'rashga. Bori politsiyachidan so'raymi ekan? Ha, politsiyachi qayerdan bilsin? Yo'q, kimdan so'rasam bo'ladi? Vobshe hech kimdan so'rab bo'lmayapti. Qasdir Jetel ham men nomimdan zakaz qilmagan. Hoy Jetel, sen hech narsa zakaz qilmaganmisan? O'zim uchun narsa zakaz qilganman. Ha, men nomimdan zakaz qilmadingmi o'sha narsani? Yo'q, o'zimdan nomni kiritganman. Qanaqa nom kiritgansan? Tursun Terak deb kiritganman. Tursun Terak? Ha, ismim Tursun Terak. Nima sen Tursun Terak deyishadi? Bo'yim uzun. Bo'ying meni bo'yim bilan bir xil-ku, salgina baland ekan. Sal qolmasa men ham Jo'xa Terak bo'lar ekanman-da. Bilmasam, nima boshqa gaping yo'qmi? Yo'q, kimdir meni nomimdan zakaz qilibdi, qanaqadir pochta, shuni aniqlashtirishga kelgandim. Yo'q, men emas. Ha, bo'pti, mayli. Bu ochib bo'lmayapti. Qanday ochaman? Mayli, nimadir o'ylab topish kerak edi. Tezroq ochib turib, ichida nima borligini aniqlashim kerak. Lekin men hech narsa zakaz qilmaganman. Ha, mayli, hozir ochishga harakat qilib ko'raman. Bu yerdan narsalarni olib chiqay. Birorta tapor bilan urib ketamanmi? Agar tapor bilan ham ocha olmasam bilmadim. Keyin buni qanday ochish kerak hayronman. Bori tapor qani edi mana ekan. U yog'ochdan yasalgan narsani kanishni tapor titadi-da. O, yaxshi, salgina joyi ko'chdi. Yaxshi. Yana ozgina ko'chirsam ochilib qoladi. Yaxshi, va ochildi mana. Yo'q, nima bunaqa ichida buni g'alati narsalar bor, tushunmadingiz. Taporimni qo'yib olayda. G'alati narsalar bor ekan. Qani nimalar bor ekan? Oyna bor ekan. Bu oynani men nima qilaman? Ha, mayli. Non bor ekan. Nonni nima qilaman? Go'sht. Bozorliqmi nima balo? Ammo endi bildim. Balki to'xtanglar, qandaydir xat bor ekan. Xatni ochib ko'raylikchi. Meni o'ylagan narsam bo'lsa kerak menimcha rostdan ham. Buyumlarni egalariga tarqatib va pul seniki. O, tushundim akalar. Demak, mana bu narsalar ana Jetelning oynasi singan Jetelniki oynasi. Mana uni Tursunxonga bersam bo'ladi. Buni egasi bilmayman kim. Mana oshpazga kelgan. Keyin mana gullarni ham bilmadim kimga kelganini. Mayli, bug'doy kelgan keyin. Bug'doy bilmayman kimga kelgan. Mana tarqatganim uchun beriladi shekilli. Bo'ldi, endi bu narsalarni tarqatib kelaman egalariga. Endi tushundim. Demak, meni kuryerlik qildirish maqsadida shunaqa qilishgan ekanda. Bo'ldi, yaxshi, o'zi kakra shunaqa menga ish kerak edi. Mayli. Tursunxon, nima qilib o'tiribsan? Xotining kelib qolmadimi? O'tib ketdi, ko'rmadi. Ha, yaxshi, senga non olib keldim. Nechta? 6 ta. Mening xotinim 4 top ketib yetadi degandi. Ha, mayli, yana 2 ta qo'shimcha olib bor, senga qo'shimcha gapirmaydi bu marta. Rahmat, Do'xa, boringga tukur. Ha, mayli, borimga tukur, ha. Boringga tukur deb yoradi. Normal gapirish bilmaydimi? Hayronman, bo'pti. Yana qani edi?
bug'doy zakaz qildim degan jitel bordi-yu mana yerda. Qaysi edi? Shu uyda emasmi? Qochinglar, iltimos, o'tkazmayapti bular. Cho'tam ichkarida nimadir sirli narsa bormi deyman. Yo, oldida fartugi bor, jitel bular emas. Balki qayoqqadir ketib borgandir. Ha, mayli, birinchi mana bu oshpazni go'shtlarni berib kelayin. Keyin yo'l-yo'lakay ko'rib qolsam o'sha jitelga beraman. Uyda ichigami deyman-da, o'sha jitel. Bo'pti, hozir boraman. Janob oshpaz, sizga pochtalaringiz kelibdi. Qayerdan olding? Kelibdi-da, pochtachi berdi menga, olib borib ber deb. Yaxshi, unda mana ikkinchi sandiqmi nima edi, shkafmi o'shanga qo'y. Mana shu yerga qo'yaman unda. Yo, bitta narigisiga qo'ysang-chi. Bunisida hech narsa yo'q-ku. Bo'ldi, o'zim qo'yib olaman. Yoki muzlatgichga qo'yib ber. Mayli, muzlatgichga bo'lsa muzlatgichga. O'zi muzlatgichga go'shtlar bor edi-yu. Sen qo'ygan ekansan, to'g'ri. Tuxumlar ham bor ekan. Aytgancha tuxumlarni yig'ib kelib bersang-chi. Hozir ilojim yo'q. Mana bu buyurtmalar tarqatishim kerak egalariga. Sen pochta tarqatishga o'tdingmi? Yo'q, shunchaki menga berib ketishdi. Yaxshi, mayli, rahmat. Arzimaydi. Endi ana bug'doyda ekasini topish kerak. Mana shu yetildi shekilli. Sen tursun teraymiding? Ha, tursun terayman, nima qilibdi? Aytgancha senga mana bug'doylar kelgan, shu bug'doylarni berib qo'y dedi pochtachi. Ha, rahmat. Nechta ekan? Bilmayman, sanagam yo'q. Ha, bo'ldi, 48 ta to'liq. Mayli, rahmat. Mana gullar sen zakaz qilmaganmisan? Yo'q. Bo'pti, mayli. Endi oynani egasiga tarqatish kerak. Oynani kim zakaz qilgandi? Hayronman. Tursunxon hali ham ketmabdi. Ketmaysanmi? Hozir mana nonni ko'tara olmayapman. U latta, shuni ham ko'tara olmaysanmi? O'g'ri ekanda, nima qilay? Ko'tar bir amallab. Hozir mana shu yetelmi? Oynasi singan qaysi yetel edi, bilmayman. Uni yo'lda chorrahada ko'rgandim shekilli. Mana bu yerda turganda, oynasini almashtirish kerak degandi. Qaysi edi? Jetel, sen oyna zakaz qilmaganmiding? Ha, beradim. Kelibdimi? Kelgan, menga berib yuborishdi mana. Bo'pti. Uyimda oynasini almashtirib ber, iltimos. Qaysi seniki? Ana nima edi? Quduqni chap tomonidagi. Ya'ni qanday chap tomondagi? Pastdagimi? Yo'q, tepadan o'ng tomon, pastdan chap tomon. Tushunarli. Mayli, hozir boraman. Lekin mana gullar kimga ekan shunga tushunmayapman. Bo'pti, hozir qaysi oynalarni almashtirish kerak? Mana shuni aytchi. Mana o'sha oynalar shu joyda almashtirish kerak shekilli. Qo'l bilan ham sindirib olaman. Menga o'ta farqi yo'q. Tak oynalarni qo'yaman. Gulda egasi chiqmayapti lekin nima qilsam ekan? Bo'ldi, bildim gulda nima qilishdi. Gulda olib borib xotinimga beraman, xotinim xursand bo'ladi kanishdan. Bo'ldi, mana gulda egasi topildi. Yaxshi, kimnidir ishini hal qilib berdim. Tamom. Endi gulda olib borib xotinga berib, xotinni xursand qilish kerak. Asta. Lekin mana shu shaxta bor, yomon noqulay joyda qurilgan. Mana ikkalasi nima qilyapti? Bir-birining orqasida turib olib, bilmadim nimadir qilyapti shekilli. Hozir uyga kirib olay. Xotin. Ana pochta bor edi-yu, o'sha pochta ichida butun qishloqning pochtasi bor ekan. O'shani tarqatib chiqdim. Nima deyishdi? Rahmat deydi kanishna. Keyin ichida bitta pochta bor ekan, uni senga olib keldim. Qanaqa pochta u? Mana o'sha pochtalar, mana va mana. Qalay. Bunchalik chiroyli bugunlar, rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman. Arziysan xotin. Bo'pti, unda sen bugunlarni qayoqqadir ekib qo'ysanmi? Nimadir qil, unda men hozir chiqib ko'chadagi ishlarni hal qilib kelaman. Mayli, ehtiyot bo'ling. Bo'pti, mayli.